ishlaydigan yosh qizlar kerak, turmushga chiqmagan. Bu yerda nima ishlar qiladi desangiz, tovar tahlili, kelgan klientlar bilan gaplashadi. Klientga nima kerak bo'lsa, shu yerda topib berib, shu vejlar taxlab beradi. So'ragan narsasini topib berib, masalan, detskiy kiyim kerak, mana falan razmerda degan vaqtda, aytib, mana buni narsa bo'ladimi, balangizda deb yaxshi muomala bilan tushuntirib gaplashib yursa bo'ldi, hech chaqishi. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Bugun Yangi bozor Bo'zqala yiliga keldim. Ringullan to'yxonasining yonboshidagi supermarketdaman. Bilasizlar, o'tgan safar Q-dan berga bir-ikki narsalar sotiladigan vajlar bor edi. Bugun yana qo'shimcha sotiladigan vajlar bor ekan. Shuni yana sizlarga ko'rsatib o'taman. U aytgan narsalarimiz o'tgan safar reklama qilganimizda sotilib ketgan ekan, yana toza narsalar chiqdi. Ringullan to'yxonasining orqasindaman, supermarketdaman. Sotiladigan vajlarimiz shu narsalar bo'ladi. Bular hammasi toza ishlatilib turgan narsa. Bemalol shu do'koningizda toza biznes ishini qilaman degan insonlar bo'lsa, olib foydalansangiz bo'ladi. Tayyor holatda, hech yeri ishtovib bir aziyat chekkan emas. Tayyor holatda turibdi. Просто bu yerda nizo shu joy zaynlab turmasin deb sotib berjakda. Toza narsalar chiqqan, tunayonga aytganlarim sotilib ketgan, yana tozalar chiqqan edi. Agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, shu Bo'zqalaga kelaversa, Ringullan to'yxonasining orqa yog'ida supermarketda bo'ladi bu, sklad yog'ida. Temir eshiklarim bor. O'tgan safar ko'rsatdim, sal bahosini kelishmagan ekan. Kelishgan vaqtda arzon beraman deb turibdi. Просто bu yerda vajlarda yo'qotish kerak-da, maqsad. Shuning uchun kelishgan vaqtda beraman deb turibdi. Qiziqsangiz olsangiz bo'ladi bemalol. Zamoklari, hamma narsasi, kiltlari bor buni. Bemalol ishlatib uyga olib borib qo'ysangiz bo'ladi. Ikki tomonlama mana bu ham temir, bu ham temir. Orqasi yana ko'p odam panel qo'yib boshqa etib beradilar-ku. Bunday narsa emas. Tez qo'yib, boshqa qo'yib, unday narsa emas. Tayyor eshik, uyga olib borasizlar, o'rnatasizlar. Ajoyib bana. Kerak bo'lsa kelib tinglar. Xohlasangiz mana bunday xillarni olsangiz bo'ladi. Bunda kiyim olsangiz bo'ladi. O'rtasi mana despa, menda kiyim ildiradigan vajlari bor. Tiyinda tumshkalari bor. Mana ko'rib turibsizlar. Ajoyib. Kiyimlarni ildirib, chiroyli, akkuratni bo'lib turadi. Tiyinda sklad etib qo'ysangiz bo'ladi mana. Tumshkalari borda, ortiqdan chana shu yoqqa qo'yasizlar. Kerakini menga ildirasizlar. Hammasi ishlab turibdi zakonni. Mana. Ko'rdingizmi? Ajoyib bana. Ishlab turgan tayyor narsada olib borasizlar do'konga, ildirib qo'yasizlar bo'lgani. Ishlab ketaveradi. Bir qator yuvib borib tozalasangiz, gulday ajoyib narsa bo'lib turaveradi. Poliz uchun ham polkalarimiz bor sotiladigan. Bundan nolar ishlatishingiz mumkin. Masalan, bunda xohlasangiz kechka piyoz, xullas shunday narsalar joylashtirib sotsangiz bo'ladi-da. Xohlasangiz bilan chaqqa-chuqqa qo'ysangiz bo'ladi. Aytib o'tganimdek kechka piyoz, shu narsalarga mo'ljallangan polkamiz bo'ladi-da bu. Mana ikki tomonlama. Xohlasangiz bu yoqda bir narsa qo'yib sotiladi, xohlasangiz bu yoqda kechga piyoz qo'yib sotiladi. Hamma zakonni tayyor holatda. Zakonni do'kon uchun tozalashtirilgan o'zi akkuratli narsa. Bundan tashqari mana pechinalar uchun dinli polkalarimiz bor. Tayyor turibdi. O'rtalari shisha, deraklari, mana ko'rtozayimlarda senalari bor. Bunchaso'mdan qo'yilishi, tiylardan bir narsalar qo'yaverasizlar. Ajoyib etib turibdi, chiroyli bo'lib. Mana kelishgan vaqtda beradi. Mana bu narsamiz bor. Orqasida bor ana sotiladigan. Qiziq bo'lsa, shu pastda telefon nomerlarini qoldiraman, bemalol bog'lanib, kelib ko'rib, ustunda kelishsangizlar ham bo'ladi. Bu tamam qimmat narsa emas. Kelishgan vaqtda berjakda, chunki bir aytib o'tganimdek, zayn bo'yatmasin deb sotib berjak bu narsani. Bu yerda prosta joy egallab yotadi, sal ko'rinishi noqulay bo'ladi-da bu yerda. Mana bu maktab o'quvchilarimiz uchun bo'ladi ekan. Ajoyib. Mana tumshkalari ochilib reklam turibdi. Kompyuter ishlarini qilsangiz ham bo'ladi bu yerda mana uylarni. Postavkada ajoyib. Mana bolalarga dars tayyorlamadim zo'r ekanda, ustida ham ajoyib bundan uzatilgan. Mana bu yerdagi non polka bo'ladi. Nonni har xil turidan qo'yib, buxonga qo'yasiz, mana cho'rak, patir, shuni palallashtirasizlar. Bu narsamizda, mana polkamizda soat, duxi, atir, xullas non narsa kerak bo'lsa, shunday jenskiy narsalar bor. Vajlarni qo'yib sotsangiz bo'ladi. Devraklar oynada buni. Kelgan odam ko'zi tushadi-da shu narsaga. Mana shunday. Buni olsangizlar ham bo'ladi. Mana bunday narsalarimiz ham bor, vishelkalarni ildirib qo'yib. O'sha hamma narsalar sotiladi xullas, kimga kerak bo'lsa. Hozirgi aytadigan narsamiz shu narsalar sotiladi mana. 3 dona ajoyib do'konga mo'ljallangan. O'zingiz pullarni suv sotlab, taxlashlaringizni o'zingiz pullashtirasizlar. Bular ham ishlab turibdi.
bemalol do'konga olib borib, xohlasangiz uyingizda foydalansangiz bo'ladi. Ko'pchilik toza do'kon ochganlar qidirib yuradi bu narsani. Arzonroq yeri yo'qmi, rabochisi yo'qmi deydilar. Bu ham hali zakonni ishlab turgan narsa bu. Kelib ishlatib ko'rsangiz ham bo'ladi. Garantiya narsalar, toza vej hammasi. 1 yil bo'lmadi. Olinganga 1 yil bo'lmadi. Xo'sh, men sizlarga hozir nima deyapman? Bu yerda ishlaydigan yosh qizlar kerak, turmushga chiqmagan. Bu yerda nima ishlar qiladi desangiz, tovar tahlili, kelgan klientlar bilan gaplashadi. Shular haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib tushuntirib o'taman. Meni de yozib ham qo'yibdi. Agar qanday savollaringiz bo'lsa, bu yerga ishlayman degan qizlar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Shu pastda telefon nomerlariga qo'ng'iroq qilsangiz, bemalol javob beradi. 99 dan 505 55 04 raqamlarni qo'ng'iroq qilsa, Ringurlar mana supermarketda ish qizlarni olamiz deb qo'yibdi. Xullas bu do'konimiz, supermarketimiz 24 soat davomida ishlaydi. Den noch ishlaydigan qizlarni ishga qabul qilajak. Agar ishlayman desangiz, bemalol kelaverasizlar. O'sha katta bir supermarket sizlarni kutib oladi. Mana hurmatli obunachilar, do'konimizning ichki qismi bo'ladi. Shu aytib o'tgan qizlarimiz nima ish etadi bu yerda desangizlar, hozir tushuntirib o'taman. Shu do'konimizning ichida yurib, kelgan klientlar bilan gaplashib, klientga nima kerak bo'lsa, shu yerda to'p berib, shu vejlar taxlab beradi. Har kimning o'zining ishi bo'ladi-da bu yerda. Kimdir bu yerda bu narsa taxlashi mumkin, kimdir bu narsani taxlashi mumkin. Xullas shunday. Shu do'konimiz ichida yurasizlar. Ish vaqti, pulini, ovqatlanish vaqtlaringizni hammasini shu pastda telefon nomeri bo'ladi. Shu nomerlarga bog'lanib gaplashsangiz bo'ladi. Siz Yangi bozor neridan kelsangizlar ham bemalol ishlab oyliqlaringizni gaplashib uyda yursangiz bo'ladi. O'sha kelgan klientlarga so'ragan narsasini topib berib, masalan, detskiy kiyim kerakmi, falan razmerda degan vaqtda, "Oypa, mana bu narsa bo'ladi, mana balangizda" deb yaxshi muomala bilan tushuntirib gaplashib yursa bo'ldi, hech ishi. Bo'lgani. Mana hamma narsa bor bu yerda. Nima narsa kerak bo'lsa, shu odamlar kelib xarid etaveradi. Bu yog'imizda bor, mana bu yog'imizda bor. Yosh katta ayollar uchun lozimlar bor, mana вечерний ko'ylaklar bor. Shunday. Shu yerda bir odam kerak bu yerga. Ikki yana qaraveradi. Aynag'ında dinli yana bir qizlar ishlayveradi. Mana hurmatli obunachilar, supermarketimizda qurilish material do'koni ham bor ichida. Bu yerda nimalar kerak bo'lsa, sizga hamma narsa bo'ladi. Masalan, siz yarim kechda nimadir kerak bo'lishi mumkin. Masalan, ko'p supermaterial do'konlar 6 dan keyin, 7 dan keyin ishlamaydi. Bu 24 soat davomida ishlaydi. Nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, shu Bo'sqalar, Ringurlar to'yxonasining yonidagi supermarketga kelaverasizlar. Sizga nima kerak bo'lishi mumkin, masalan, ishlatiladigan xo'jaligingizda. Shu narsa aytib bo'lmaydi, xo'jalikda har xil voqea bo'lishi mumkin, har xil holat bo'ladi. O'zingizga kerak narsa bo'lsa, shu yerdan olsangiz bo'ladi. Masalan, uyingizda ishlatiladigan, xo'jalikda ishlatiladigan vejlar shu yerda bo'ladi. Masalan, pishiradigan vejlar mana bunday. Ulidan, nodir yorilib ketishi mumkin, kulchotir kerak bo'ladi, lampochka kerak bo'lishi mumkin baribir ishlatiladigan xo'jalikda. Shu narsalar shu yerda bo'ladi.